Xo'p, akalar, paxtachi Boymatdan kelgan Elyor akamizning labo mashinasiga 120 lik tentimizda o'rnatib berdik. Xo'p, bu tentimiz materialga keladigan bo'lsak, Turetskiy 700 grammlik tent bo'ladi, akalar. Sifatiga katta kafolati bor. Oldi tarafdan qaraysizlar, fortichka o'rnatib berdik. Akamizning xohishiga ko'ra juda chiroyli chiqqan, ustalarimiz mehnatiga baho berib o'tib ketasizlar, bitta laykni bosib qo'yasizlar. Xo'p, bu tentimizning hujjatlariga keladigan bo'lsak, hujjatlardan hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Akamiz kecha tent o'rnatishga kelgandilar. 4 soat ichida ishini hal qilib berdik. Bugun sanduq dugalarni o'rnatib beramiz. Elyor aka, bugun mol bozorga chiqibsiz. Nechta qo'yordingiz bunga? 14 ta ona bola qo'yardim. 14 ta ona bola qo'yordingiz, ha? Sifati qanday aka ishimizni? Bizga yoqdi, ko'limiz to'q. Xo'p, Elyor aka, sizga katta rahmat. Yaxshi kunlar xizmat qilsin. Xo'p, akalar, bu tentimizni atiga 4 soat, 5 soat ichida o'rnatib beramiz. Kutib o'tirmaysizlar. Hujjatlardan hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Tent, yig'ma tent, tunuka qoplash xizmatlari kerak bo'lsa, sanduq, dugalar kerak bo'lsa, akalar aloqaga chiqaverasizlar va narxi bo'yicha ma'lumot, hujjatlar bo'yicha ma'lumot olish uchun ham bemalol tortmay aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Manzillarimiz Samarqand shahrida va Paxtachi tumanida. Akalar aloqaga chiqaverasizlar.